Taqdir kayıp qılamdı nima ya? Qadar ise. Bütün xo'shallik, xapılık hammani beryapti qara. Pul kelganda panglab ketamdi. Ey, Ha. qanoat qil. Hozirgi kunlaringga qanoat qil. Mush ishkir o'lkilar yeydig'ining bor, ichdig'ining bor. Yetib qopadigan yering bor. To'g'ri. Qanoat qil. Qiz olib qolgansan qanaqa qilasan o'ylab baqa. Ilm yosh o'g'il olgansa. Qiz olib qolgamsam ya, qonam qulog'i qo'ydim. Qiz olib qolgansan beshing sirg'ida jiq ketdi der. Birinchi son siltadim. O. Ya aka, taqdir yeshilibdi. Nechpulga? 10 koy. Chiqira, yonchiq solding qo'ni. Ne? Yonchiq solmaysa, fikam buni shu qitim vaqiraysa, makimning deb egiz chiqmasa, anonki sening qo'lida u. Abi 10 koy pul 3 qitim vaqirasam 100 koy deb 13 koy muqam ratiltamcha nima? Vaqira qoida shu uniki, vaqira. Ma pul kimdan? Changroq vaqirare. Ma pul kimdan? Yana vaqira. Ma pul kimdan? Bala 10 koy pul ko'donglarmi 10 koy pul? Ko'dongma daldirim? 1 koylik tanga puldan 10 tal shundami? Voy yo'q, qog'oz pul. Ma'lumotda, ma tepaldi. Mana qila. Bera. Mana. Naq mashu. Sening puling bormi bu? Mening. Va jinim, men 10 koy pulni topdim juma. Endi uyga kirib qilsam bo'la. Bo'ldi, ma'qul kiraya. Yes, bo'pti vallahi, men mangdim undasi. Yo, elim yosh berayotibsa-mi, musma bichara tejida qoladi-ki, hamma jankon tushib. Amma qiliqing yomon setga juma aka. 10 koy pulni bu tap qaysiga qo'ymaysan. Saqam. Bu qoida shunda 3 qitim vaqiraysa, egiz chiqmasa, ondan qaylaysa. Cho'qim 3 qitim vaqiraysa, egiz chiqmasa, ondan sening o'lida, esan ching tot. Egiz chiqmasa sening o'lida. Amma yomon qiliqing setdimki juma aka sen. Bo'ldi. Sen gapirmisanmi 10 koy pul mening pulim to'ysa qaysiga ham pul aytsan bu. Ey, onun qoidasi va 3 qitim vaqiraysa, makimning 3 qitim vaqira egiz chiqmasa, ondan sening o'lida u. Esan ching tutib ol. Bir narsa teppasan, cho'qim 3 qitim vaqiraysa. Ondan egiz chiqmasa, sening puling o'lida u. Esan ching tut. Mahkemden qo'mi? 3 qitim vaqiranglar qara ko'z egiz chiqmasiniki u.